mana shu kursdoshlaringiz nomidan, mana shu yerdagi sizlarga ta'lim bergan ustozlar nomidan umri mazmunli o'tqazib, man sizga aytishadi, chinor umridek chirimas, unaqa balandparvoz tabriklarni tilamayman. Shunday umr yashangki, ertaga ortga bundoq qaraganingizda sizga insonlar havas qiladigan umr yo'lini bosib, yaxshi farzandlarni otasi bo'ling va yaxshi amallarni hayotda bajarish nasib qilsin. Bizlarda yoshi katta otaxonlar, onaxonlar olimni olishing, xuddi shunaqa oladigan hamma joyda o'zingizni fikringizni, o'zingizni haqligingizni doimo ko'rsatib beradigan inson. Aferin. Aferin. Siz shu otangizga, onangizga, yaqinlaringizga birinchi navbatda keraksiz. Ularni ham shu yaxshi kuni ham, og'ir kuni ham boshqasini siz bilan. Shuning uchun doim sog' bo'ling, salomat. Tabriklaymiz. Qarsak.